Sindbadning birinchi qitimliq dengiz safari. Sorunda hozir bo'lgan töre, esilzodalar. Bilsanglar kerak, atam savdogar edi. U güdak cheg'imdala vafot bo'lgan. Manga uningdan nurg'un boylik miros qolgan. Cho'ng bo'lgandan keyin miros qolgan boyliqlarni o'yin, tomosha, kayib sapoga sarf qilishga kirishdim. Do'stlar bilan harang-sarang yerlarda, bog'i bo'stonliqlarda sharob ichib, kayib sapo surib tomosha qildim. Mal dunyoni mangu tugumaydigandek xohlagancha buzib chashdim. Lekin bu kunlar uzunga bormadi. Yonchuqum bora-bora quruqdilishga boshladi. Bir vaqtda uyqudan uyg'ongandek hoshimni yig'ib, to'rt atrofimga qarasam, hayot, mol-mulkim qo'ldan ketib, ahvolim yomonlikqa yuzlanibdi. Shuning bilan cho'nqur o'yg'ib etib, ko'nglim yerim bo'ldi. Ishning oqibatidan qo'rqdim. Shuningdan keyin jimiki narslarimni setib, 3000 tilla qilib safarga chiqish taraddudini qildim. Shunda qilib, himmat po'tsini belimga mahkam bog'lab, jasorat qadamini tashlab, tijorat mollarimni elib, Basra shahriga ravon bo'ldim. Bir to'p savdogarlar bilan kech-kunduz yo'l yurib, dengizdan dengizga, jaziradan jaziraga atlab, yo'l bo'yi ilm setim bilan mengayverdik. Oxiri odamning qadami tegmagan bir orolga yetib bordik. Bu shundoq go'zal bir ekan. Kemini chetga tortib, qirg'oqqa chiqdik. Hamrohlarim tomoq tayyorlash uchun o'choq yasashga boshladi. Yana ba'zilari sayli qilib tomosha qilishga kirishdi. Menmu shu tomoshachilarga qo'shilib, atrofni sayli qilib atatdim. Ba'zilar tomoqini pishirib huzur bilan yevatganda, kemichi qirg'oqda turib, bir dala vaqirdi. Uning: "Hoy xaloyiq, hey yo'lovchilar, o'ltirgan bo'lsang qop, qopgan bo'lsang melingni tashlab qoch. Bu orol emaskan, cho'ng beliqning ustiga to'p qo'nib, orolga o'xshab qolgan ekan. U uxlayotgan beliqkan. Sizlar o'choq ko'lab o't yoqqanda, uning badaniga harorat o'tib, chidayolmay medirlashga boshlabdi. Chaqqan bo'linglar. Mana hozir u joyidan qo'zg'ilib, dengiz ishkirsiga qarab mangidi. Hammanglarni suvga g'arq qilibdi" degan qattiq ovozi atrofni chang keltirdi. Kemichining qo'rqinchli ovozidan yo'lovchilar tashvishga tushib, kemiga qarab yugurdi. Ba'zilar kemiga chiqoladi, ba'zilari chiqolmadi. Orol tavirnib mangdi va birdamdan keyin asta-asta suvga cho'kib, dengiz ostiga sho'ng'ishga boshladi. Orolning ustidagi hamma narsa, hamma yo'lovchi cho'kishga boshladi. Mana shu g'arq bo'layotganlarning ichida menmu batdim. To'satdan men suvda laylab yurgan bir taxtaga esilib oldim-da, xuddi poqaga o'xshash putim bilan suvni paloqlatib, o'dil kelgan tarafga o'ziyverdim. Men va boshqalar bu halokatga duch kelayotgan cheg'imizda insofsiz kemichi yelkanni kerib, hatto halok bo'layotganlarga qarabmi qo'ymay, shamoldek mengib ketdi. Kema birdamdala ko'zimizdan g'oyib bo'ldi. Men shu chaqda kema cho'qim suvga g'arq bo'lgan bo'ldi deb o'yladim. Chunki u qorong'uli qo'yniga kirib ketgan edi. Men o'lim xavfi ostida jon talishib, butun kechini taxtining ustida o'tkazdim. Qarg'ina birodar, bir kech kunduzni shu yo'sinda o'tkazish osonmi? Oxir do'lqin meni yana bir orolga yetkazdi. Orolning qirg'oqidagi dal-daraxtlarning shoxlari sangilab, suv yuziga tegib turgan ekan. Men bir tal shoqqa esildim-da, qirg'oqqa chiqib oldim. Putlarimni beliqlar tishlab zedi qilib etibdi. Qattiq qo'rqqan va harg'anligimdan o'zimni yerga tashlab o'likdek yotdim. Kun chiqib, havo echilib, tenimga issiq o'tgandan keyin mag'durimga keldim. Ikki putim kupdek ishib ketibdi. Oqsab mödürüp yürüp, orolning ishkirsiga berib,
yava höl meyvelerini terib yeb, süzük bulaq sularını içib, xeyli oңşılıp qaldım. Bir tayoqni has qildim-da, ətigəndən keşkiçə qırğaqda turub, ətrafni gözetdim. Bu güzel orman və mənzirələrə apırın oqudum. Bir günü şundaq səyli qıb yursam, yiraqdan bir qara nəs göründü. Araldagi vəhşi hayvanlarmikin deb ənsirab səp salsam, araldan xeyli neridagi qırğaqqa yaqin yerdə chiroyli bir at bağlaqlıq turibdi. Vay nima bo'lsa bo'lmamdi deb yiqillab basam, bağlaqdagi at meni ko'rib urkib kishnidi. Shu an yerdan unib chiqqandek bir odam paydo bo'lib yenimga keldi. Va mendan, "Sen kim? Nereden keldin? Bu yerda nima qilyapsan?" deb so'radi. Men uningga, "Xo'jam, men bir musofir yo'lovchi. Bir to'p hamrohlarim bilan dengizda ofatga uchrab suvga g'arq bo'ldik. Men bir tal taxtini tutib oldim. Bir kech kunduz shu taxtiga esilib suvda eqib yurdim. Oxir ta'lim o'ngdan kelib, mushu orolga ulishib, jinim omon qoldi" deb beshimdan o'tganlarni uningga so'zlab berdim. O kishi qo'limni tutib, "Voy bichora, qani men bilan mang" dedi-da, meni agashtirib bir gamiga boshlab kirdi. Hurmatlab to'riga o'ltirg'izdi. Oldimga choy tomoq qo'ydi. Ochliq ishtihoyim bilan rosa bir to'ygandan keyin beshimdan o'tganlarni tafsiliyroq aytib chiqdim. O hikoyamga hayron bo'ldi. Shu chaqda men, "Ey yaxshi kishi, beshimdan o'tgan sarguzashtlarimni sana bir-birlab so'zlab berdim. Endi menmi sening ahvolingdan xabar topay. O'zing kimi? Bu yolg'iz oroldagi gami uyda o'ltirishingning sababi nima? Bundaq yaxshi otni dengiz bo'yiga bog'lab qo'yganingning sababi-chi?" deb so'radim. Shuning bilan u, "Bo'ladi, men sana so'zlab beray. Bu orolda hozir bir to'p kishilar bor. Hammamiz Padişah Mehri Jahonning yilqichilari. Orolning har tarafiga tarqilib ot boqamiz. Har yili mushu oy, mushu kunlarda yaxshi baytallardan bir nechini ep kelib, dengiz bo'yiga bog'laymiz-da, o'zimiz yer osti gamilarga kirib, yo'shirinib o'ltirib olamiz. Vaqti yetgan kunlarning birida suv otlari dengizdan chiqib, baytallar bilan juplashidi. Keyin ularni o'zi bilan agashtirib, suvga akirib ketmoqchi bo'lib chopchiydi. Baytallar bog'loqliq bo'lg'ashqa ketalmay kishnaydi. Biz uning ovozini anglab, darhol yer ostidan chiqimizda qiyoqas cho'qan silib qo'rqitimiz. Shu chaqda dengiz otlari urkib, suv ostiga kirib ketadi. Kunlar o'tib, baytallar bo'g'az bo'lib, keyingi yili tuqqanda mayli erkak, mayli kishi bo'lsin, ajoyib esil nasllik toylarga ega bo'lamiz. Bu otlarni xazina desangmi bo'ladi. Xohlasang men seni Padişah Mehri Jahonning huzuriga billa ep boray deb so'zlab berdi. U yana menga, "Navoda menga yo'liqmagan bo'lsang, cho'qim halak bo'lgan bo'latding. Hayotingga, yana bu dunyoda yashab qolishingga sababchi bo'ldim men" dedi. Men o kishiga rahmat ashqonli aytdim. Ikkimiz so'zlashib o'ltiratdik. Daryodan suv ayg'irlarining kishnigan ovozlari anglandi. Birdamdan keyin ular baytallarni agashtirib ketmoqchi bo'lgan edi, lekin maqsadiga yetolmay chopchib kishnashga boshladi. Shu chaqda yilqichilar gamilardan chiqib, qiyoqas cho'qan bilan dumboqchilib, ayg'irlarni urkitib qochirishdi. Kishilar, "Ayg'ir qochdi, og'inilar chopsan kelinglar" deb to'lashdi. Atrofdan qo'llarida nayza tutgan kishilar kelib to'plandi. Ular birdan baytalni yetilib olgan bo'lib, meni ko'rib ahvol so'radi. Men ularga beshimdan kechirganlarimni so'zlab berdim. Hammamiz bir dasturxonda o'ltirib tomoq yegandan keyin ular birdan otga minib, menimi bir otga mindirib, o'zlari bilan birga epmangdi. Biz kech-kunduz yo'l yurib, Padişah Mehri Jahonning shahriga yetib bordik. Hamrohlarim Padişahga ahvolimni ma'lum qilgan bo'lsa kerak. Padişah meni huzuriga chaqirtib, ahvolimni so'radi. Men uningga ta'zim bajo keltirgandan keyin beshimdan o'tgan voqealarni so'zlab berdim. Padişah hikoyamdan hayron bo'lib,
"Hey yigit, shuncha bala qo'rqinchli xatarlardan omon qopsan. Asli yeydigan rizqing borkanda" deb yaxshi so'zlar bilan menga tasalli berdi. Bir necha kun o'rdada mehmon bo'lib turganimdan keyin podshoh meni o'z tasarrufidagi kema to'xtaydigan sahillarning biriga boshliq qilib tayinladi. Bu jarayonda men podshoh uchun sadoqatmanlik bilan xizmat qilib, uning esil kimxottun va hadiyalarga erishib turdim. U meni kemichilarning murassachisi qilib qo'ydi. Bu yerda nihoyat uzun mezgil turdim. Har qitim dengiz orqali taraf-tarafdan keladigan yo'lovchilardan Bag'dod shahri qaysi tarafda deb so'raydim. Chunki men Bag'dodning qaysi tarafda ekanligini bilib olsam, shu yo'l bilan qaytib ketarman deb o'ylaydim. Lekin bu yerliklar Bag'dodning qandoq joyligini bilish tugul, uning qayerdaligini bilmaydi ekan. Bu ishdan ko'nglim qattiq yerim bo'ldi. Yuragim siqilib qayg'uratdim. Bu baxtsiz musofirlik kunlarining teximi uzrab ketishidan to'limi andish qilatdim. Bir kuni shoh o'rdisiga salomga borsam, qubulxonada bir muncha hindilar o'ltiribdi. Salom berib ko'rishganimdan keyin o'zaro so'zlashdik. Bir-birimizdan hol ahvol so'rashdik. Ularning aytishicha, ular har xil qabila, har xil millatlardan bo'lib, ba'zilari sahrolik, ba'zilari shaharlik ekan. Ochiq chiroy, kishilarga azor bermaydigan, oq ko'ngil odamlar ekan. Yurtlari boy paravan ekan. To'yga ot qatorliq uy hayvonlarini beqishga amroq ekan. Ruhi ko'trangu, mijoz xulqi obdan ekan. Men ularning so'zlariga qiziqib, nurg'un narsalarni so'radim. Bu orolda ko'rganlarimni ularga so'zlab berdim. Masalan, podshoh Mehrijahanning mamlakatida Gobis deydigan bir orol bor. U yerda har kechasi doqidumboq nag'ri sadolari anglanib turadi. Ammo orolda hech kim yo'qdek, odamning qarisi ko'rinmaydi. Men ba'zi yerlik kishilardan surishtirsam, bu orolda odamlarmi yashaydi ekan. U yerning aholisi botur, nihoyat kuchlik, pamparasatli keldi ekan. Men bu orolning yenida 200 gaz uzunlikda bir beliqni ko'rdim. Mushuk boshliq bir beliqni ko'rdim. Bulardan boshqa xilma-xil hodisalar va ajoyib voqealarni ko'rdim. Hammani so'zlab kelsam, gap tugamaydi-da. Kunlarning birida ishlarimni tugatib bo'lib, qirg'oqda tursam, yiroqdan cho'ng bir kema ko'rindi. Uzun o'tmay qirg'oqqa keldi-da, kemichilar langar tashlab, kemani qirg'oqqa bog'ladi. Ustida bir munch savdogarlar bor ekan. Men ularning yuk taqalarini qirg'oqqa tushirishni buyurdim. Kemichi yuklarni tushirdi. Men sahilning boshlig'i bo'lganim uchun mallarni boj ilishga tizimladim. Yuklar tushirilib bo'lingandan keyin kemichidan yana tushirilmay qolgan yuklar bormi deb so'radim. U, "Ba taqsir, kemada bir oz yuk qoldi. U suvda g'arq bo'lgan bir musofirning meli edi. Shuni tushirmadim. Chunki men uning omonat mollarini borgan yerlarimizda setib pul qilib, Bag'dodga olib, uning yetim qolgan bola-chaqalariga topshirib bermoqchidim" dedi. Men darhol malning egisining ismini "Nalik odamdi u?" deb so'radim. U, "Ismi Sendibad, Bag'dodlik odamdi taqsir" deb javob berdi. Men uningga shundoq sapsilib qarab, uni to'nib qoldim va hayronlik bilan, "Kemichi, meni to'nidingmi? Sen aytayotgan malning egisi dengizchi Sendibad degan men shu. Hamrohlarim bilan bir orolga kelib dam ilayotgan chig'imizda tuyuqsiz sen, "Hey xaloyiq, jininglarni epqichinglar, bu orol emas, beliqning ustikan. Biz bilmay orolmikin deb tushib qopdimiz. Kemiga chiqinglar" deb vaqirding. Ba'zilari ulgurdi, ba'zilari ulguranmadi. Ulguralmaganlar beliqning ustida qoldi. Degandek beliq qo'zg'ilib suvga cho'kdi. Ustidagilar suvga g'arq bo'ldi. Mana shularning biri mendim. Men bir taxtaga esilib elib, bir kech kunduz eqib, oxiri
Padişah Mehrijahanning otboqarlariga yo'liqib, hayotim aman qoldi. Padişah meni izzat hurmat bilan kutdi. Qo'l ostidagi mushu sahilga boshliq qilib tayinladi. Vazifa ustida padişahning ishonchisiga erishib, obdan yashab kelyapman. Sen izdigan molning egisi, "Mana men shu to'nig'ansan" deb so'rdim. Men so'zimni tafsili so'zlab tugatgandan keyin kemichi qoyil bo'lmay, "Voy Isit, odamlarda insof, rostchillik degandan asar qolmabdi-ku" deb vaqirab ketdi. Men shu chaqda, "Ey kemichi, sarguzashtlarimni shuncha aniq so'zlab bersammi, sen ishonmayotsan-ku" deb so'radim. Shuning bilan u, "Bu mol suvda g'arq bo'lgan kishining edi" desam, shu an suvdan qutulib chiqqan odam bo'lding. Uning suvda g'arq bo'lganini o'z ko'zimiz bilan ko'rib turdik. Sen bu mollarni ko'rib, ko'zing qizirib tayyorga ega bo'lmoqchi bo'lyapsan. Bu ishing insofdan emas. Sen qandoq qilib bu molning egasi bo'lib qolasan? deb so'radi. Shuning bilan men kemichiga yangi boshdan o'z ahvolimni so'zlab, Bag'dodda kemiga chiqqandan tortib, bizni g'arq qilgan orolgacha, molning turi, xili, rangi qatorliqlargacha bir so'zlab berdim. Savdogarlar meni to'nib, guvohlikdan o'tishdi. Shuningdan keyin kemichi menga ishondi. Hammasi meni qo'llashdi. Oningdan keyin mollarimni kemidan ep chiqdi. Mollarning ustiga yozilgan ismimmi o'z beti turibdi. Hech narsam yo'qolmabdi. Melimni qo'limga olgandan keyin ularni yeshib, ichidan padişahqa loyiq esil raxtlardan bir mo'nchisini tanlab elib, kemida kelgan savdogarlardan bir nechisi bilan padişahqa hadiya berish uchun eppadim. Shu kemida bo'lgan voqealarni va mollarimning o'z qo'limga salomat tekkanligini padişahqa bayon qildim. Padişah gaplarimni anglab, hadiya mollarimni ko'rib hayron bo'ldi. Mening buningdan ilgari aytgan so'zlarimning rostligiga texmi ishondi. Shuning bilan izzat hurmatim texmi oshdi. Padişahmo nurg'un hadiyalarni berdi. Men o'z mollarimni setib bo'lib, uning puliga bu yerning obdan narsalardan setib oldim. Olgan mollarimni kemiga qochilab, savdogarlar bilan mengish oldida padişahning oldiga kirib, uning menga qilgan yaxshiligi uchun rahmat aytib, o'z yurtimga qaytishga ijozat so'radim. Padişah qo'shildi va nurg'un so'g'i salomlarni berdi. Ikkimiz xo'shlashdik. Biz yo'lga chiqib bir necha kun yo'l yurib, oxir Basra shahriga omon eson yetib keldik. O'z yurtimga yaqinlashganimga cheksiz xushal bo'lib, ko'nglim yayrab ketdi. Basrada bir necha kun dam olgandan keyin barliq mollarimni elib, Bag'dodga qarab ravon bo'ldim. Yetib borgan hamon urug' tuqqanlarim meni yo'qlashga kelishdi. Ham noyati xushal bo'lishdi. Shuningdan keyin boshqidan kenizak xizmatkorlarni oldim. Topgan pullarimga uy saramjon, molvaron, ot uloq harva qildim. Qisqa vaqt ichida bog'larni yasab, mol-mulkimni avvalgidek ko'paytdim. Do'st birodarlar bilan aysh ishratga kirishdim. Safarda ko'rgan mushaqqat, yuz bergan xatarlik hodisalar esimdan ko'tarilib ketdi. Hammasini pak-pakiz unutdim. Bu mening birinchi qitimliq safarimdan keyingi yuz bergan ish. Endi ata salomat bo'lsam, ikkinchi qitimliq safarimni so'zlab beraman. Dengizchi Sindbad Hammal Sindbadni mehmon qilib, uningga 100 qizil oltin hadiya qildi va "Biz endi do'st bo'lib qoldik" debdi. Hammal Sindbad oltinlarni elib, xushal bo'lganidan, "Menga mushuncha vala sovg'at berganingiz uchun o'zingizning mol dunyosi necha hassa ko'payib ketsin" debdi. U tuyuqsiz uchirgan bu omaddan zo'r hayajonlanib, bu o'ngimmi, tushimmi deb o'ylanib qopdi-da, kechicha huzur bilan uxlabdi. Atsi atiganda yana dengizchi Sindbadning uyiga salomga beribdi. Uy egisi uni avvalgidek qarshi elib, o'z yinida o'ltirishga taklif qildi. Boshqa el og'inlari va tunugun kashdagi mehmonlarmi jam bo'lgandan keyin atiganlik tomoq tartilib,
har xil ichimlik, yemekliklar qo'yilibdi. Dengizchi Sindbad: "Birodarlarim, endi men sizlarga ikkinchi qitimliq dengiz safarimdagi sarguzashtlarimni so'zlab beray", debdi.